Nima musibat kelsa, o'zingni qilgan ishing tufayli keldi, ya'ni men ko'pini kechirib turaman. 10 ta xato bo'ldi, bittasiga Alloh jazo berdi. Shu bilan 10 tani yubordi. Agar har bittasiga yuborganda musibatda, avariya olib ketib, tirik qoldi, esini yig'madi. Bir dardni berdi Alloh taolo, yana qaytardi, esini yig'madi. Bular bari signal edi. Lekin nima qilmadi uni? Tushunmadi. Allohga muhabbating, iymoning sababli kelganing qayoqda-yu, musibat sababli yaqin kelganing qayerda? Ulamolar aytishadi, Allohning shifoxonasida, Alloh taoloning aptekasida dorilar juda ham ko'p. O'sha dori achchiq bo'ladi, lekin ichishlik kerak kasaldan qutulishlik uchun. Shuning uchun Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday bir musibatni bersa, bu bir achchiq doriga o'xshar ekanki, o'shini ichsak tuzalamiz. Millionlagan sabab tufayli insonning hayoti jahimga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun agar insonning ilmi shu insonni Alloh tomonga yetaklasa, Alloh bu bandasining qalbiga sakinatni ato qiladi.